Assalomu alaykum do'stlar. 2025-birinchi sanasi do'stlar urug'larni olishni boshladik. Sariq gilos urug'i do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Sariqqa bo'lgan giloslar sortlarini ulasak, kalibr bo'yicha eng zo'r bo'ladi. Maximontur, Veselikka hammasidan ham eng zo'ri sariq gilos bo'ladi. Bu sinovdan o'tib bo'lgan, eskidan bo'lgan. Valavoga ulasak kam solyapti, lekin bunga yangi sortlar ulaydigan bo'lsak, kalibr bo'yicha chempion bo'ladi do'stlar. Bu sinovdan ham o'tgan gilos. Eng qizig'i sariq gilos urug'lar pishdi, terishni boshladik. Yani holatni ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa urug'ini olamiz. Bu kuzga kuzga olib qo'yamiz urug'ini, keyingi yilga xudo xolasa buni bahorga, kuzga ekib qo'ysak, bahorda bu urug' bo'lib inshaalloh chiqarib olamiz. Keyingi kuzga ulaymiz buni. Mana shu sariq, sap sariq gilos bo'ladi. Buni bir tomoni qizili chiqmaydi. Sap sariq bo'lsa chiqadi do'stlar. Endi olganini ko'ringlar gilos mana. Ham chaynatuvchi bo'ladi, ham buni tayliga bizga kerak bo'ladi. Bunga zo'r sortlar solamiz do'stlar. Mehnatiga bitalak bosib qo'yamiz. Gilosdan boqilaman deydiganlarga buni ko'chatlar kuzga ham tayyor. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Bitalak yo'qsa.